DMIT testi nima, kimga va nima uchun kerak? DMIT testi aynan sizni yosh bolalaringiz bo'lsa, juda ham qulay test. Chunki bolajonlaringizni 4 yoshdan, 6 yoshdan qo'shimcha mashqlarga olib borishni xohlaysiz. Angliyskiga, suzishga, shaxmatga. Kimni avlodida qanaqa sport turi bilan zo'r shug'ullangan insonlar ko'rsa yoki kimgadir havas qilsa shularga o'xshasin deb olib borishni xohlashadi. Lekin farzandingiz shuni xohlaydimi? Aynan DMIT testi farzandingizni qiziqishi, qobiliyati, salohiyatini, intellekt darajasini aniqlab beradi. Va bunda nima orqali aniqlanadi? Genetik test, ya'ni barmoq izlari orqali genetik tahlil o'tkaziladi va bu tahlilda siz farzandingizni qonida psixologik xarakteri qanaqa xarakterga ega ekanligi va qiziqishlar aynan nimada ekanligini bilib olsangiz bo'ladi. Bu bitta farzandingiz uchun emas, o'zingiz uchun ham kerakli test. Chunki o'zingizni qiziqishingiz, qobiliyatlaringizni bilmoqchi bo'lsangiz va xarakter tipologiyangizni bilmoqchi bo'lsangiz, bu zo'r yechim. Masalan, bu qariganingizda ham даже juda ham foydali hisoblanadi. Chunki bu narsa bir umrga ketadi siz bilan va masalan pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham va o'zi qiziqishlarim mani nima edi deb ochib shundoq qaraganingizda yana boshqatdan o'qiganingizda boshqacha ma'lumotlar olasiz, anglashlar boshqacha olasiz. Shuning uchun DMIT testini hammaga taklif qilamiz. Agar sizga yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing, Telegram sahifamizga o'ting va bu test haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin.